Assalamu alaykum, hörmətli görmənlər. Uyğur Axbarat Mərkəzinin həftəlik xəbərlər proqramımıza xoş gəldiniz. Mən Muhammed İzzət. Aldı bilan xəbərlərimizin əsası məzmunlarını tanışdırırıq. Erkin Tunyazның Angliya ziyarəti əməldən qaldırıldı. Angliya hökumətinin Erkin Tunyazның ziyarətiga qaratqan tutumi ayıblandı. Xitoy Amerikaning atalmış egilik huquq təxlit tərəziga qarata tədbir qo'llanganligi haqida davran saldı. Yeni bir Uyghur musafir Taylandda hayatından ayrıldı. Angliyaning sobiq bosh vaziri har qaysi ellarni Tayvan bilan quyuq munosabat o'rnatishga undadi. Tövəndədik tanlar xəbərlərimizdən təfsili məzmunlarda bolsun. Independent torunun 15 fevraldakı xəbəri görə Angliya parlamentinin 7 nəfər a'zosi Erkin Tunyazni Uyğurlar qaratqan kişilik huquq jinoyatlari sababli qo'lga olishni tashabbus qilgandan keyin Erkin Tunyazning aslida planlangan Angliya ziyarati bekor qilingan. Erkin Tunyaz aslida o'zining Yevropa ittifoqi ziyarati doirasida Angliyani ziyorat qilmoqchi bo'lgan bo'lib, Angliyada tashqi ishlar ishxonasining mudiri bilan ko'rishmoqchi bo'lgan edi. Angliya tashqi ishlar ishxonasining bayonotchisi Erkin Tunyazning planlangan London ziyoratini bekor qilganligini, Politico gazeti bo'lsa uning Fransiya va Belgiya ziyoratini ham bekor qilinganligini bildirgan. Tədqiqatçı James McMurray 15 fevral Angliyadagi Qo'g'dag'uchi gazetining to'rida Angliya parlamenti Xitoyning irqiy qirg'inchilik qilayotganligini e'tirof qilgan turuqliq, hukumat amaldorlari nima uchun shu qirg'inchilikning bosh jinoyatchilaridan biri bilan ko'rishmoqchi bo'ladi degan mavzuda bir parcha maqola e'lon qilgan. Mazkur maqolada Sharq Turkistonda Uyg'urlar boshchiligidagi yerlik xalqqa qarshi mislsiz jinoyatlar sodir qilinayotganligiga va Erkin Tunyazning shu jinoyatlarning bosh jinoyatchilari va kuchli yoqilg'uvchilardan biri ekanligiga qaramasdan, Angliya hukumatining yanada Erkin Tunyaz bilan ko'rishga ma'qul bo'lib, uning Angliyani ziyorat qilishiga ruxsat berganligi. Garchi mazkur ziyorat Angliya parlamenti a'zolarining o'z ichiga olgan vijdon sohiblarining qat'iy qarshilik natijasida amaldan qoldirilgan bo'lsa-mu, Angliya hukumatining eng dastlabida Erkin Tunyazning ziyorat talabini keskin rad qilmaganligining tuturuqsizlik ekanligini ayblagan. Reuters agentlik to'rining 15 fevraldagi xabariga ko'ra, Amerika bilan Xitoy o'rtasidagi diplomatik surkilish davomli kuchayotgan bo'lib, shu kuni Xitoy doiralari Amerikaning egiz boshliqdagi havo sharlari Sharq Turkiston va Tibet rayonlarining havo boshlig'idan uchib o'tdi degan. Va Xitoyning egilik huquqiga daxl taruz qilgan Amerika o'rinlariga qarshi tadbir qo'llanganligini bildirgan. Amerika armiyasi bu oyda Janubiy Karolina dengiz qirg'og'ida Xitoyning jasuslik havo sharini etib tushirgandan keyin Amerika bilan Xitoy o'rtasida uchar jismlarni cho'rdigan talash tortishlar avjiga chiqqan. Xitoy doiralari o'z sharining fuqaroviy tadqiqot shari ekanligini, Amerikaning buningga haddidan ziyod inkos qaytirib, o sharni sababsizlik etib tushirib o'tganligini, aksincha Amerika havo sharlarining 2022-yil 5-oydan boshlab dunyoni aylanish safari jarayonida 10 qatimdan ortiq ruxsatsiz holda Xitoy havo boshlig'idan uchib o'tganligini bildirgan. Amerikaning muavin davlat sekretari Wendy Sherman 15 fevral kechda bayonot e'lon qilib, Xitoy bilan bo'lgan aloqaning bu voqea sababli to'xtab qolmaganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo kelgusidagi yuqori darajali uchrashishlarning tafsiloti haqida hech qanday ma'lumot bermagan. Deniy Humanitarian to'rining 17 fevraldagi xabariga ko'ra, 2013 va 2014-yillarda Xitoydan ayrilgan va Tailandga kirganda qo'lga olingan 350 nafar atrofidagi Uyg'urlarning biri bo'lgan, xeyli uzun yoqi kasalning dardini tortib kelgan 49 yoshli Abdul Aziz Abdullah 11 fevral ko'chmanlar qamoqxonasidan doktorxonaga opirilgan va shu kuni kechda jon uzgan. Abdulaziz Abdullahni o'ziga olgan 50 ga yaqin Uyg'ur panoh tilguvchi Tailandga borgandan boshlabla ko'chmanlar qamoqxonasiga solingan bo'lib, ularning tashqi dunyo bilan bo'lgan aloqasi asosan uzib tashlangan. Advokatlardan yoki xalqaro yordam tashkilotlaridan yordam olishiga yo'l qo'yilmagan. Ilgari Tailand 2 yil turib mushu Uyg'urlarning ahvolini kuzatgan Dunyo Uyg'ur qurultiyi musofirlar markazining mudiri Polat Saimning bildirishicha, bu yerdagi Uyg'urlarning turmush sharoiti intayin nachar bo'lib, kichikina kamerda nurg'un odam qistilishib yashaydi ekan. Kunda aran 2 vaqt tomoq yeydi ekan. Pokiz suv ishiltamaydi ekan va boshqalar chekkan tomokining istitaklarga chidashga majbur ekan. Polat Saimning bildirishicha, Abdulaziz Abdullah 2018-yildan boshlab o'pka va yurak kasalining dardini tortishga boshlagan ekan. Abdulaziz Abdullah nurg'un qatam hoshidan ketgan, yiqilib tushgan. Shu sababdan doktorga ko'rinishni talab qilgan. Lekin ular azaldan uni doktorga ko'rsatib boqmagan. Alhazil 3 hafta ilgari u qon qusishga boshlagan va tomoqdan qolgan. Yeganlarning hammasini yondirib o'tgan. Shuning bilan kamerdoshlari uning ahvolini soqchilarga bildirgan va soqchilar tepib kelgan 2 doktor uni tekshirgan.
Lekin ular uningda hech qanday mas'ul yo'q deb qarab, hech qanday tadbir qo'llanmasdan uni yolg'iz kishilik yataqqa o'rnatishtirish bilan ko'paylangan. U bu yerda turgan 8 kun jarayonida o'z-o'ziga so'zlaydigan, ta'rifdan tutolmaydigan bo'lib qolgandan keyin yana asldagi yataqqa o'tkab chiqilgan. 11 fevral Abdulaziz Abdullah yiqilib tushib, hoshini yo'qotgan va shu chaqda ondan doktorxonaga opirilib, shu kuni kechda vafot bo'lganligi xabar kelgan. Uning o'lim sababi atalmish o'pka yollig'i deb ko'rsatilgan. BBC to'rining 17 fevraldagi xabariga ko'ra, 5-oyda G7 boshliqlar yig'ini Yaponiyaning Hiroshima shahrida o'tkazilish olib turayotgan mush paytda Angliyaning sobiq bosh vaziri Liz Truss Xitoyning tahdidiga taqobil turish uchun har qaysi allarni Tayvan bilan texmi quyuq munosabat o'rnatishga chaqirgan. U Tokioda qilgan so'zda har qaysi davlatlarning Xitoyga Tayvanga qilingan harbiy tajovuzchilik strategik xatolik bo'lib qoladi degan signalni berish degan. Truss o'z so'zida yana Tayvanni qo'llash yuzasidan muhim kasblarda Xitoyga tayinishni azaytish, Tayvan bilan bo'lgan iqtisodiy aloqani cho'nqirlashtirish va Tayvanni xalqaro tashkilotlarga a'zo qilish qatorliq bir qator siyosat takliflarini o'tirib qo'ygan. U yana Tayvanning o'zini qo'g'day oladigan bo'lishiga kafolatlik qilish uchun texnik kuchli Tinch okean mudofaa ittifoqini barpo qilish va Shimoliy Atlantik ahdi tashkiloti bilan bo'lgan hamkorlikni kuchaytirishni ta'kidlash bilan bir vaqtda Angliyaning Xitoy bilan bo'lgan munosabatni cho'nqirlashtirish kuchab kelganligining xatolik ekanligini bildirgan. U yana shunday degan: har qaysi ellar Tayvanning mavjud salohiyatini yuqori ko'tarishning chorasini tepish kerak. Xitoyning qaddini ko'tarishga erkin dunyo elleri yordam qilgan bo'lishqa, ayalishmasdan Xitoyning iqtisodiy atamonligiga jang e'lon qilishmi yana shu erkin dunyo ellerining majburiyatidir. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga amanat.